Go'zalarim, mana hozirgina magazinimizga kelib, xarid qilgan go'zalimizning mahsulotlarini ko'rsatib o'taman. 1 million savdo bo'ldi va nimalar olganlarini ko'rsatmoqchiman. Birinchi xaridlari magazinimizga kelib, shaxsan o'zlari tanlab konsultatsiya olib oldilar. Nimalar oldilar? Birinchisi bu xarid qilgan mahsulotlarning ichida toraytiradigan gel Orji brendiniki, namlantirib toraytiradi. Go'zalimizda aloqalari quruq va og'riqli bo'lar ekan, shu sababli ularga eng yaxshi toraytiradiganlarimizdan birini analogini berdim. Shunga toraytiradigan gelni analogi hisoblangan Orji toraytiradigan gelni sinab ko'rib, agar ularga mos keladigan bo'lsa, уже keyingi safar shungadan oladigan bo'ldilar, kelishdik. Keyingisi bu Loop Tube muzlatib ham aloqani vaqtini cho'zuvchi, ham aloqani namlantiruvchi idealniy lubrikant. Muzlatish effekti erkak kishiga aloqani vaqtida eyakulyatsiyani kechiktirish uchun xizmat qilsa, ayol kishini klitoriga teganda sezuvchanlikni oshirish uchun ta'sir qiladi. Keyingi mahsulot bu feromon spray, idealniy ilfor Onimizdan xarid qildilar. Bu badanga sepiladigan L'Oreal Ifor go'zalarim tarkibida jasmin, apelsin va sitrus gullarining ifori aralashmasi bo'ladi. 155 ming so'm. Fransiya mahsulotida 100 ml ob'yomda mazza qilib ishlatadilar. Keyingisi bu mana shunaqa Orji brendiga tegishli bo'lgan Orgasm Drops Intense. Go'zalimizda orgazm bilan muammo, xohish bilan muammo bo'lgani uchun aynan shu savollarga javob beradigan, aloqa vaqtida orgazmgacha olib boradigan, sezuvchanlikni oshirib, ham ularga ham juftlarga ta'sir qiladigan vosita tanlab berdik. Va undan tashqari go'zalimiz uchun maxsus intim soha uchun mana shunaqa 88+ pink iforidan qo'shib berdik. Ifori juda ham yoqdi. Tog'oratdan so'ng surib qo'yganlarida terlarni mayin, yoqimli iforli qilib beradi. Va mana shunaqa shikarni xarid uchun go'zalimiz sovg'a sifatida mana shunaqa Aqua brendini idealniy setichniy bodisidan tanladilar. Mana shunaqa set magazinimizni birinchi xaridlardan biri bo'ldi bugun.